Salom hammaga. Payshanba kuni futbol o'quvchilariga yangiliklar ko'rib chiqamiz. Textdan keyin qo'shiladi. Barselona 126 yillik munosabati bilan qo'shiladigan big time'lar va epic kartalar. 126 yillik 29 noyabr kuni, lekin payshanba kuni qo'shishi mumkin futbol. Chunki shanbaga to'g'ri kelyapti 29 noyabr. Lionel Messi o'sha Manchester Unitedga gol urganda butsasini o'pgandagi kartasi chiqishi mumkin. Birinchi taxminlarimizdan biri bu. Andres Iniesta va Carles Puyollar, Xavi, Erik Abidal va Boyan Krikic. Keyingi taxminlarimizdan Acceleration Burst va Explosive Speed degan noma'lum bir o'yinchi bor. Uni topish uchun kommentariyada yozib yuboringlar. Men hali taxmin qilganim yo'q kimligini. Shu o'yinchi ham chiqishi mumkin. Va Messini bu kartasi ham chiqishi mumkin. 28-may 2011-yilgi kartasi chiqishi ham mumkin va bir qator yana Barselonaning big time'lari chiqishi mumkin. Messi va Neymar, Busquets va bir qator yana Barselona o'yinchilari pastda rasmda ko'rishingiz mumkin va Messi 115 degan taxminlar ham bor. Kunigacha qo'shilgan Zlatan 110 ni ko'rdinglar. 110 karta chiqqandan keyin Messi hech bo'lmaganda 112 chiqishi kerak yo 111. Undan balandroq bo'lishi kerak, chunki Messi doim baland bo'lgan, ko'proq shartnoma va hamkorlikda ishtirok etadi futbol bilan. Neymar, Ronald Koeman va boshqa Gerard Piquelar ham qo'shilishi mumkin. Gerard Pique qo'shilgan, lekin Ronald Koeman qo'shilmagan. Yangilik bo'lardi qo'shilsa. Monumentum, dribbling, blitzkrieg, Messi qo'shilishi mumkin. Oxirgi taxminlardan biri bu. Cesc Fabregas yangi skillda, ya'ni willpower skilli bu. Willpower skilli yangi skill. Keyingi videoda ko'rishguncha, sizlar bilan o'tirib futbol bo'ldi, kanalga obuna bo'lib qo'ying.